Isroil Eron urushi mani juda ham bir qiziqtirgan tomoni bor. Hozirgi mana shu Isroil Eron urushini. Bu urushda Amerika Qo'shma Shtatlari Isroil tomonidan qo'shilib Eronga urush ochadimi? Mana shu juda ham meni qiziqtirgan tomoni va ketayotgan jarayonlarni kuzatishim natijasida bo'layotgan voqeliklar va hamma davlatlarning o'zini pozitsiyasini kuzatgan holatda o'zimni fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Bu analizlarimni keyinchalik o'sha YouTube'ga qo'yishim menga shunga yordam beradiki, yana o'sha mana shu voqealar bo'lgani sari yana orqaga qaytib o'zimning videolarimni ko'rib qanchalik to'g'ri analiz qilganimni yoki qanchalik aytgan gaplarim, analizlarim xato chiqqanini o'zim uchun bilib olsam bo'ladi. Endi hozirgi kechayotgan jarayonlarga qaraydigan bo'lsak, Isroil va Eron o'rtasidagi urushning ikkinchi haftasi kechayapti. Bu urush natijasiga ko'ra ko'proq talofat ko'rayotgan tomon Isroil deb o'ylayman, chunki ikki tomon ham air defense sistemlari, ya'ni texnologiyalari ikki tomonda ham murakkab bo'lmaganligi bilinib qoldi. Chunki mana shu chiqayotgan video tasvirlarga qaraydigan bo'lsak, Eronning katta shaharlari, poytaxti Tehron, Isfahon, Qom va boshqa shaharlari ko'pdan ko'p ziyon chekyapti. Isroil havodan yo'llangan hujumlar orqasidan shu bilan bir vaqtni o'zida Isroilni poytaxti Tel Aviv deymizmi yoki Hayfa deymizmi yoki umuman atrofdagi boshqa shaharlari, ular ham Eronni hypersonic ballistik raketalar orqali juda ham katta talofat kechyapti. Lekin bu talofatlar hozirgacha bo'lgan talofatlarga qaraydigan bo'lsak, Erondan ko'ra Isroil katta talofat o'tkazyapti. Yer maydoni, odam kamligi, aholisi har tomonlama qaraydigan bo'lsak, ekin, ayrındomi, o'sha temir qalqoni yaxshi, nima deydi, sifati darajadan Eronning ballistik raketalarni qaytara olmasligi tomonidan qaraydigan bo'lsak, Isroil davlati katta talofat ko'rayapti deb o'ylayman. Endilikda shu narsani o'ylab turgan edim, agar Isroil mabodo Eronga qarshi urushida g'olib chiqadigan bo'lsa, meni o'ylashim bo'yicha Amerika bu urushga 99% qo'shiladi. Chunki Isroil o'zi yutib chiqayotganini ko'rgan Amerika o'zlarini ham shunga bir sherik sifatida hech bo'lmasa oxirida qo'shilib qo'yadi degan edim. Lekin hozirgi jarayonlarga qaraydigan bo'lsak, bu kimgadir aniq ko'rinadi, kimgadir ko'rinmaydi. Lekin bu yerda Eronning qo'li baland kelyapti deb o'ylayman va mana shu tomondan qaraydigan bo'lsak, endi Amerika endi meni yana o'ylashim bo'yicha, o'zimning analizim bo'yicha, agar Isroil yutadigan bo'lsa ham Amerika qo'shiladi, yutqazadigan bo'lsa ham Isroilni saqlab qolish uchun Amerika bu urushga qo'shiladi degan nazariyada edim. Endi hozirgi ikkinchi holat bo'lyapti, ya'ni Isroil ko'p talofat ko'ryapti Eronga qaraganda. O'sha tomondan qaraydigan bo'lsak, Amerika Isroilni qutqarib qolish uchun ham Eronga hujum qilish kerak, ya'ni urush ochish kerak. Hozirdagi holatlarga qaraydigan bo'lsak, yerda kechayotgan jarayonlarga qaraydigan bo'lsak, hamma signallar, hamma narsa Amerikani urushga kiradi degan ko'rsatyapti, ishora beryapti-da, shunaqa ishora. Hozir bu signallarga qaraydigan bo'lsak, oxirgi bir hafta ichida Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqdagi konsulligidan Amerikan fuqarolarini olib ketishini ko'rsak bo'ladi. Qatarda, Birlashgan Arab Amirliklarida, keyin Ommanda eng katta havo qo'shinlari armiyasi bor. Bahraynda mana shu 5 ta davlatdan to'laqonli ravishda o'zini qiruvchi samolyotlarini va eng oxirgi texnologiyalarni olib chiqib ketib, bazalarni o'zini qolib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu tomonlarni qaraydigan bo'lsak, bu davlatlar Eron bilan qo'shni davlatlar hisoblanadi. Fors o'rtasida Fors ko'lfazi bor.
Shuning uchun Amerika Eronga eng yaqin bo'lgan bazalarini orqaga tashlashni boshlagan. Ya'ni ko'p aircraft naqalarini F-15, 16, 17, 18, F-35, 35 shunaqa samolyotlarini Diego Garcia, Hind okeanidagi Diego Garcia bazasiga o'tkazishini ko'rishimiz mumkin. Iordaniyaga qarab olib ketyapti yoki Saudiyani eng katta naqalarini, havo kuchlarini Saudiyani Riyoddagi bazasiga o'tkazyapti. Buni ham hali sal turib gaplashamiz. Nima maqsadda Saudiyaga qo'shinlarni Saudiyani bazalariga joylashtirayotganini. Bu juda ham muhim tomoni. Lekin mana shu Eron hududiga yaqin davlatlardan o'zini bazalarini olishi, texnologiyalarini tozalashi, qiruvchi samolyotlarini olib ketishi va Amerikani o'zini hududida joylashgan B-2 bombers degan bu Amerikaning eng naqasi bor, samolyotlari bor. Bularni o'sha Diego Garcia Hind okeanida joylashgan Amerikan bazasiga, okean o'rtasida joylashgan bazaga olib borishi, lekin hamma kemalarni urushadigan o'sha atrofga yig'ishi, bularni hammasini ko'rishimiz mumkinki, Amerikani bu urushga kirishidan dalolat beradi deb o'ylayman. Eng katta dalolatidan biri Amerikani Eronga urush ochishini B-2 bombers, Amerikaning o'zini hududidan B-2 bombers samolyotlari, faqat mana shu samolyot 30,000 kilogrammli, 30,000 kilogramm, ya'ni qancha 30 tonna bo'ladimi shunda, 30 tonnali raketalarni tashiydigan aircraft carriers, aircraft samolyot hisoblanadi. Faqat shularni o'zi Diego Garciaga borib joylashishi va o'sha qurollanib turishini o'zi darak beradiki, Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga keyingi balki 24 soat yoki 48-72 soat ichida urush ochadi deb o'ylayman. Endi masalan nozik tomoniga qaraydigan bo'lsak, hozir Eronni Yaqin Sharqdagi va Osiyodagi ko'plab davlatlar qo'llab-quvvatlab turibdi. Lekin bu qo'llab-quvvatlab turgan davlatlarning ichidan ko'rishimiz mumkin, Xitoy bilan Rossiya yetarli darajada qurol-yarog' yoki boshqa tomondan yordamini ham berib turishibdi. Endi hozir bu bo'lib turgan voqeliklarning ichida eng nozik tomoni atomli bombani qo'llanishi, atomli bombalarni qo'llanilishi qanchalik reallikka yaqin. Buyuk Britaniyada, BBCda, keyin Yevropa va Amerikani ba'zi bir nashrlarida, televideniyalarda o'zi chiqdiki, tactical nuclear weapons, ya'ni o'sha urush uchun qo'llaniladigan kichkina hajmdagi atomli bombalarni qo'llash ko'rib chiqilyapti degan narsa aytib o'tildi. Hozir endi buni kattaroq xaritada qaraydigan bo'lsak, Amerika urushga qo'shilgan taqdirda ham Eron bu Iroq emas. Eron katta davlat, hududi, aholisi, lekin Eron raketalar bilan ballistik, hypersonic ballistik raketalar bilan to'lgan davlat. Tog'larning ichida joylashgan, tog'li hududlarga, g'orlarning ichida mana shunaqa raketalar yig'ib tashalgan. Amerikani urushga kirishi uncha ham ko'p narsani o'zgartira oladi deb o'ylamayman. Naborotda Amerikani Yaqin Sharqdagi shu paytgacha bo'lgan o'sha egalik huquqidan ayirib qo'yish mumkin. Chunki Amerikani Eronga hujumga o'tishi Eronni Amerikani bazalariga, ya'ni Ommandagi, Bahrayndagi, Qatardagi, Birlashgan Arab Amirliklaridagi, Saudiyadagi, agar bo'lsa Iordaniyadagi, Suriyadagi mana shu hamma bazalariga raketalar otishi bilan javob qaytarilishi va
umuman Yaqin Sharqda Amerika uchun tinch joy qolmasligidan dalolat berishi mumkin. O'sha tomondan olib qaraydigan bo'lsak, o'zi Amerika ham kelsa nima qiladi? Isroil qilgan ishni qiladi. Faqat bitta ortiqcha tomoni o'sha 30,000 kilolik, ya'ni 30 tonnalik bunaqa raketalar bor, B-2 bomber samolyotlardan otishi mumkin. Shu ortiqcha tomoni. Lekin u raketalar bilan qanchalik samarali bo'ladi yo yo'q, uni bilmaymiz. Eronning atomli stansiyalarini, o'sha atom bombada ishlayotgan uranium chiqaradigan stansiyalarini yo'q qilishga yetadimi yo yo'qmi? Chunki ular o'sha yerni tagida, tog'larning ichidagi shaharlarda joylashtirib tashalgan. Mana bu tomondan kelib qaraydigan bo'lsak, bekorga bular o'sha kichkina urush davomida ishlatiladigan atomli bombalardan foydalanamiz deb gapirmayapti. O'sha eng kichkinasi ham ko'rishimiz mumkinki, Hiroshima Nagasakida ishlatilgan atomli bombalardan bir necha baravari katta. Ya'ni agar uni o'sha tactical nuclear weapons, kichkinagina atomli bombachani bitta shaharga tayyorlagan taqdirda ham o'sha shaharni yo'q qila oladigan kuchga ega. O'sha eng kichkinasi ham Hiroshima Nagasakiga tashalgan atomli bombalardan ancha katta. Mana shu tomonidan kelib qaraydigan bo'lsak, Pokiston ham yo'q joydan gapirmadi. Ya'ni agar Eronga atomli bombalar bilan hujum bo'ladigan bo'lsa, biza bunga qarab turmaymiz deb, yagona hozirgi musulmon davlatlar ichidan yagona musulmon davlat hisoblanadi Pokiston. O'zini atomli bombalariga ega. Ularni o'zi atom bombalari bilan hujumga o'tishini bilmadim, lekin o'sha Eronga ma'lum bir darajada yordam beradi. Ya'ni o'sha atomli bomba, ya'ni tactical nuclear weapon'ni berish ehtimoli katta. Eron keyin u bilan javob qaytarishi mumkin. Lekin bu masalaning bitta tomoni bor. Hozir Amerika juda ham puxta ish qilyapti, puxta o'yin qilyapti. Hamma bazalarini, Eronga yaqin bazalarini orqaga Diego Garsiyaga, Hind okeani o'sha yerdagi bazaga o'tkazishi yoki Saudiyaga o'tkazishi juda ham bir chiroyli o'yinni ko'rsatyapti. Agar Amerika Eronga hujumga o'tadigan bo'lsa, Eron ham Amerikaga hujumga o'tish uchun birinchi bazalarni urib chiqadi-ku, Yaqin Sharqdagi o'shalarning ichida Saudiyadagi bazasini ursa, bu endi bu naqa bo'ladida, axborot vositalari uchun yoki musulmon dunyosi uchun bir ko'rgazma bo'ladi. Shitobi bu shiyalar sunniylarga hujumga o'tyapti. Bu shiyalar Saudiyaga, Makka-yu Madina joylashgan muqaddas musulmonlarni shahriga, davlatiga hujumga o'tyapti. O'sha Riyoddagi Amerikaning bazasini urdi. Sunniylarni o'ldirishni boshladi. Shunaqa chiroyli bir gap gapiradigan, keyin qolgan musulmon davlatlarni Eronga sempsi qilmaydigan holatda keltiradigan bir naqa qarash bo'ladida. Agar qolgan musulmon davlatlar sekin Erondan chekinadigan bo'lsa, chunki hadisa Eron naqa musulmon davlatiga hujumga o'tdi. O'sha sunniylarga raketa otyapti Saudiyaga, yo etta yo betta degan gap chiqadigan bo'lsa, Amerika keyin yana ham sal ochiqroq bo'ladi Eronni bombardimon qilishga, hattoki o'sha tactical nuclear weapons, kichkina atomli bomba tayyorlashga ham naqa nima deydi, ko'p tortinib turmaydi-da. Hozirgi holatda tasholmaydi, chunki butun dunyo, ayniqsa Yaqin Sharq bilan Osiyo davlatlari hammasi Eron tomonida turibdi. Lekin buni o'sha bilan qanaqadir bir o'yin qilish kerakki, shitobi Eron arab davlatlariga hujum qilganini ko'rsatib, o'shani orqasidan keyin Eronga yana ham qattiqroq hujum qilish kerak. O'sha og'irroq raketalar bilan hujumga o'tish kerak. Yoki Eronni umuman nima deydi, davlat sifatida hamma funksiyaviy tomonlarini o'ldirib tashlamoqchi. Masalan, eng katta planlardan bittasi shu deb o'ylayman.
bularni hozir qilayotgan planlaridan bittasi Erondagi davlat tuzumini barqaror holatdan chiqarib tashlash. Bu holatni qanaqa vazirlik organi bo'lsa, tashqi ishlar, ichki ishlar yoki umuman xavfsizlik xizmat deydimi yoki suv, energetika nima bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani bombardimon qilishni boshlaydi. Xuddi bir o'sha G'azo sektoriga o'xshab kasalxonalarni, Tehrondagi masalan poytaxt bo'ladigan bo'lsa, Tehrondagi hamma kasalxonalarni bombardimon qilib tashlaydi. Vazirliklarni hammasini portlatib tashlaydi. Mana shular hammasini o'sha portlatishi natijasida qaysi bir tomondan davlat hokimiyatini tarqoq holatga chiqarib tashlash bularning eng oliy maqsaddan bittasi deb o'ylayman. Shu holatda hukumatni almashtirish osonroq kechadi. Agar xulosa qiladigan bo'lsam, men xulosam bo'yicha keyingi 48-72 soat ichida yoki undan sal ko'proqqa cho'zilishi mumkin, lekin Amerika Eronga hujum qiladi deb o'ylayman.